PUBG Mobile ofitsial turnirlari uchun 365 kunlik turnировka 3-kun. Biz sizlar bilan birgalikda PUBG Mobiledagi mashinalarni test qilamiz. Ya'ni mashinalarni toqqa chiqarib ko'ramiz. Birinchi moshinamiz Buggy. Mana o'sha ko'pchilik turnir yo'llar sevadigan mashina. Buggy'ni ko'rib turibsizlar, osonlik bilan toqqa chiqib ketdi. Ikkinchi mashinamiz ana o'sha PUBG Mobile'da eng tezroq mashina, ya'ni Mirado. Bu mashinada chiqa olmaydi deb o'ylagandim, lekin bu ham osonlik bilan toqqa chiqdi. Uchinchisi ana o'sha oranjiy mashina, nomi esimdan chiqib qoldi. Nomini bilganlar kommentariyada yozib ketinglar. Mirado chiqqandan keyin bu mashinadan chiqa olmasa endi uyat degandim. O'zini ishini epladi bu ham. Qolgan mashinalarni keyingi videolarimizda test qilamiz. Keyingi videolarni birinchilardan bo'lib ko'rish uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying.